Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bolajonlar, sog' salomatmisizlar? Bugundan boshlab men sizlarga bolalar va shayton nomi ostida bir nechta qiziqarli hikoyalar o'qib bermoqchiman. Hikoyani boshlashdan avval keling men sizga ozroq shayton haqida gapirib beray. Shayton bizning ko'zga ko'rinmas dushmanimizdir. U doimiy ravishda bizni yelkamizga chiqib, qulog'imizga shivirlab, noto'g'ri ishlar qilishimizga buyuradi. Bizni aqlsiz, odobsiz bola bo'lishimizni xohlaydi. Bugungi hikoyamiz zararli shirinliklarga bag'ishlanadi. Hikoyani eshitib tursangiz, qanday qilib shaytonning gapiga kirmaslikni o'rganib olasiz. Bir kuni Said ertalab turdi-yu, yugurib oshxonaga chiqdi. Nonushta qilib bo'lgach, Qur'ondan kunlik vazifasini bajardi. Biroz tanaffus qilib olib, hadis ham yodladi. So'ng onasi, ukasi va singlisi bilan birga do'konga chiqibdi. Bismillah deb ko'chaga chiqishibdi. Do'konga kirishganda rastalarda turli xil shokoladlar, chipslar, gazli ichimlar terib qo'yilgan ekan. Har birining ustiga shayton chiqib olibdi. Ulardan biri: "Qara, bu shokoladlardan ol, juda mazali, og'zingni suvi oqadi", debdi. Yana boshqasi: "Mana bu chipslardan ol, qarsillashini qara, oh oh oh", debdi. Sal nariroqda esa yana bir shayton kutib turar edi. Hozir bolalarni chalg'itib, mana bu o'yinchoqlarni olishga majburlayman deb turar edi. Said shirinliklardan, chipslardan olgisi kelib, tanlolmay turgan ekan, bir shayton kelib: "Hoziroq bu shirinliklarni onangga oldir. Olib bermasa, yerga yotib yig'la. Shunda onang olib beradi", deb pichirlabdi. Said onasiga: "Bularni hammasidan olaylik, oyijon", debdi. Shunda onasi: "Bular bepul emas, behuda sarf-xarajat, shaytonning ishi. Yaxshi bolalar isrof qilmaydi", debdi. Singlisi ham: "Akajon, oyim aytgan edilar-ku, biz tanamizni zararli narsalardan ehtiyot qilishimiz kerak. Alloh bizga bu tanamizni omonat qilib topshirdi. Sog'lom narsalardan taomlanishimiz kerak. Shundagina o'qiyotgan ilmimizni yaxshi tushunamiz, Qur'onni tez yodlab olamiz", deb gapirib qolibdi. Said o'ylanib qoldi. Shu zahoti shaytonni yengib, "Astag'firulloh, astag'firulloh" deb 3 marta aytdi. "Men shaytonni gapiga kirmayman. Bu zararli narsalarni olsam, shaytonni xursand qilgan bo'laman-ku", dedi. Shu payt o'sha yerdagi shaytonlar birin-ketin yerga yiqila boshladi. Saidni shirinliklarga bo'lgan xohishi ham yo'qoldi. Yaramas bola, sen bizni nega aytganimizni qilmading? Axir bu yerda turgan shokoladlar, chipslar, gazli ichimliklardan oyingga oldirsang bo'lardi-ku. Sen juda ham yomon bola ekansan", deb barchasi yerga yiqilib yig'lashni boshlabdi. "Yo'q, men onajonim zararli degan narsalarni olmayman", deb o'ziga o'zi va'da beribdi. Shu payt onasi: "Bugun juda odobli bo'lding, Said. Odobli bolalarni Alloh mukofotlaydi inshaalloh. Uyga boraylik, o'zim sizlarga ajoyib shirinlik qilib beraman. Tabiiy shokoladdan tort pishirib beraman. Qani ketdik", debdi. Said juda xursand bo'lib ketibdi. Turgan joyida sakrab-sakrab onasini quchoqlab olibdi. Bolajonlar, sizlar ham Saidga o'xshab aqlli bola bo'lib, shaytonning gapiga kirmasdan faqat to'g'ri ovqatlaning, foydali narsalarni yeng. Kelishdikmi? Zararli oziq-ovqatlarga nimalar kirishini bilasizmi? Har xil shirinliklar, muzqaymoqlar, tortlar, gazli ichimliklar, hot-dog, gamburger, pitssalar, popkorn, chips, shunga o'xshagan narsalar bizni eng avvalo tishimizni kasal qiladi, ularni yemiradi. Bundan tashqari, bizning miyamiz bunaqa oziq-ovqatlarni iste'mol qilganimizdan keyin dangasa bo'lib qoladi. Dars qilishni xohlamaydi. Qur'onni yodlashimiz ham kechikadi.
Bularni o'rniga biz foydali oziq-ovqatlardan iste'mol qilishimiz kerak. Foydali oziq-ovqatlarga sut, pishloq va boshqa sut mahsulotlari, baliq, tuxum, boshqa meva va sabzavotlarni iste'mol qilishimiz kerak. Endi bolajonlar, menga va'da bering. Har doim foydali oziq-ovqatlarni iste'mol qilaman deb. Hozircha esa sizlar bilan xayrlashishimizni navbati yetdi. Keyingi hikoyalargacha sog' salomat bo'linglar bolajonlar, o'zingizni ehtiyot qilinglar.